Alloh taoloning fazilati ila yana bir xush xabarlarimizdan bugun Sha'bon oyining 1-kuni. Bu degani Ramazonga roppa-rosa 1 oy qoldi. Inshaalloh. Alloh taolo har birlarimizni Ramazonda go'zal va mukammal ibodatlar qilmog'imizni Robbim nasib qildi. Ramazon oyining sunnatlaridan, Ramazon oyida biz qiladigan ishlardan nima? Imkon qadar roza tutaylik. Boshqa masala yo'q. Falon kuni falonta duo, falon kuni falonta sura degan joy yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Sha'bon oyida ko'p roza tutardilar. Bizga ham tavsiya, Sha'bon oyida ko'p roza tuting. Kimdir bor mana. Kimdir emas, ko'pchilik desak ham xato bo'lmasa kerak. Oxirgi tutgan ro'zamiz shu Ramazonning oxirgi kuni. Undan keyin roza tutganimiz yo'q. Dushanba, payshanba ro'zalari bor, Muharramning ro'zalari bor, nafil ro'zalar bor, qazo ro'zalar bor. Masalan, shukrona ro'zalari bor, tutganimiz yo'q. Oxirgi tutgan ro'zamiz shu Ramazonning oxirgi kuni. Undan keyingi 6 kunlik Shavvolni ham tutganimiz yo'q. Shuning uchun nima demoqchimiz? Ramazonga tayyorgarlik o'laroq, Ramazonga mukammal roza tutishlikni niyat qilib, inshaalloh Sha'bon oyi 1 oy qoldi. Ramazonning rozalarini inshaalloh tutishlikka tayyorgarlik ko'raylikki, Alloh rozalarimizni Robbim qabul aylasin inshaalloh.